alaykum, O'zbek modlari YouTube kanali kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidobod bozoridan bo'ladi. Hafta kuniga seshanba 2025-yil akalarim 24-iyun. Barchangizga xayrli bo'lsin. Xudo bo'lsa, o'z videolarimizni boshlayveramiz. Ko'pchilik manzilni so'rashadi akalarim. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidobod bozorida bo'ladi. Namangan viloyatida akalarim. O'zbek modlar Telegram kanalimizga o'zlaring bu yerda lokatsiyalarini ham ko'pchilik so'raydi. Shahidobod bozorinikini tashlab qo'yamiz, qadab qo'yamiz akalar. O'sha orqali bemalol foydalanib, keyingi haftaga kelaverasizlar, xudo xolasa, inshaalloh. Bo'y bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, video bittadan like bosib, ekranga yaqinroq o'rnashasizlaring. O'z videolarimizni boshlayveramiz. Qani akalar, ketdik. Boshlayverdik akalar. Uka, xonimlar, akalar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Sog'liqlar yaxshimi? Bozorlar bilan qiynalmayapsizlarmi aka? Necha puldan so'rayapmiz aka to'ylarda? Baho aytyapti aka. Qanchadan? 13 million. 13 milliondan baho aytilyapti. Kami bor xudo xolasa bularda aka. Yoshi qanday aka bularda? Yoshi 2 yashar bo'lmasa, 2 yashar bo'lib bo'lmagan. 1 yashardan o'tgan 2 yashar. Kuzga 2 yashardan-da, shundaymi aka? Bo'ldi aka. Bular necha bo'ladi deysiz bularda aka? yarimi? Aha. Men endi Taxminan 130 chiqib qoladimi? shunaqa 130 chiqib qoladi. Bo'ldi. Kilo raqamlar qoldirib qo'yaylik bularga aka. 90chilik ko'di bular. 270 970. Ha, 970 57 44. 57 44. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqa chiqishaveradi. Bo'ldi aka, olib chiqingchi, bitta ko'rib qo'yaylikchi. Hayda boringchi. Arqonga ham tushmaydi shekilli aka hali. Oba, akalar. Qiziqlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. To'ylarda o'zi ham ajrab qoldi. Xo'p, akalar kelgan joydan davom etkazib ketaveramiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha. Aka, og'rimang, charchamayapsizmi? Sog'liqlar yaxshimi? Hech pul so'rayapmiz aka to'yda? 16 kam bor aka. 16 million kami bor, xudo xolasa. Zot qanday bilmaysizmi aka? Bor, 5 qashqatda. Bo'ldi akam, gap yo'q. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi aka, so'ramasa. Necha pulga chiqdi? 14 ga 200 kam. 18 million 800. Bo'ldi, bermadi. 13 million 800. Ha, adashib ketdi, 13 million 800. Bo'ldi akam. Telefon raqamlarini aytib qo'yinglar bunga aka. 91lik ko'di bilan. 756 06 86. 06 86. Bo'ldi. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqa chiqishadi aka. Savdoga baraka. Telegram, WhatsApp bormi menlarda? Bo'ldi. Charchamanglar aka. Savdoga baraka. Xo'p akalar, davom etkazib ketaveramiz. Qo'ldan kelganicha, boricha, xudo xolasa. Ehtiyot bo'linglar akalar. Kimdan aka bu to'ylar? Sizlarsiz? Ha, bulara baytallar aka akalar. Egalari kim? Aka sizlardan emasmi ekan? Egalari yo'q ekan akalar. Xo'p, boshqa to'ylarga o'tiramiz. Akalar, o'rmanglar. Hech puldan so'rayapsiz to'ylarni? Jupiga qancha? Jupiga 35 million kami bor deyapti akalar, xudo xolasa. Shunda qanchadan bo'ladi aka? 7,5 milliondan bo'ladimi? 17,5dan. 17,5 milliondan akalar. Qiziqlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Zot qanday aka bularda? Zoti. Zoti xaroba. Sir bo'lmasa savdo bo'ldimi, bo'lmadimi aka? Necha pulga chiqqan aka? 26 jubbini. Bo'ldi. Kilo raqamlarni qoldirib qo'yinglar aka bularga. 50lik ko'di bular. 007 ha 017 1396. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqa chiqib qilaverasizlar akalar. Jupiga 35 million kam bo'lyapti. Uyda jupiga 26 million qilishgan ekan, bermagan ekan. Xo'p, davom etkazaveramiz akalar. Qo'ldan kelganicha boricha, faqat ehtiyot bo'lib. Aka, o'rmanglar, charchamayapsizlarmi? Sog'liqlar yaxshimi? Sog'liqlar yaxshimi aka? Sizmisiz? O'zi yaxshimi? Hech pul so'rayapsiz to'ylarda aka? 12 milliondan so'rayapti. 12 milliondan. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi bularga? 21,5 million. 21,5 million qildi, bermadi. Ustiga kirsa beramiz. Ha, biri qaysi biri baytal? Bunisimi? Ha, bunisi baytalmi? Baytalcha. Qani? Bunisi baytalcha akalar. Qiziqlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Yedi ishtilari yaxshi bo'lardi, xudo xolasa aka. Ha, yedi. Bo'lmaydi.
Kilo raqamlar qoldiraylik bularga aka. 99. 99lik edi mana. 084 084 04 04 Bu ikkitani ham aytaysan. Qaysini aka? Endi turgan ikkita. Baytalli. Ha, ularni borib so'radim, egasini topa olmadim-da. Sizlardanmi-da? Ha, Bu hammasi sizlarniki. Boshda ikkita. Ikkita baytal sizga qarashlar. Shu notorga telefon qilishaveradi. Savdoga baraka aka, charchamang, bozorlaringiz. Bo'ldi, toptamizda. Hech puldan ekan bular. Atog'im 13 milliondan kami bor. qanchadan? 13 dan kami bor. 13 milliondan kami bor, xudo Bu xolasa. yerda baytal turibdi, 12 kami bor. Qaysi biri? Yo'q chekadi, nari chekadi. Qorasimi? Qani, to'laqchi. 12 kam bor dedingiz bunisini? Ha, bu baytal. Aytib turib turing, aytib turing. Bo'ldi, endi gaplashaveraylik. Oldidan Qancha ket dedingiz? 14 million 600 ga olinibdi akalar. Shu to'yimiz. Xo'p, bunga o'tiramiz. Guruhlarni mana topamiz. O'zbek motlari aka. O'zbek motlari. YouTube'da ham, Instagramda ham bor. Agar kanal kerak bo'ladigan bo'lsa aka, Telegramga o'tirasizlar bemalol. To'g'ri, 7 ishchi sog'lomlari yaxshi bularda. 7 ishchilari. Ammo bo'lmaydi. Qayerdaki bular? Bular tayyorqirsiz o'zi. Aha. Biz o'zimiz Marg'ilondan. Bizi bularda kelishi Qirg'izistondan kelgan ekan, manzili Marg'ilonda ekan hozir akalar. Aloqa chiqarasizlar. Bo'ylarni chiqib qoladi, ha? Bo'ylari ashi mana 1.45 chiqdi. Bunisi jerda. To'g'ri. Ha, yerda. Aha. Unda mana ular 1.35 ashnaqa. Bo'ldi, tamam. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yilishi bularga 90lik 90lik kodi bilan 272 272 31 31 56. Yana bitta nomer ayting, Hasan. O'sha bolani telefoni. Ayting. So'rang. Bo'ldi. Aytib tursin-da o'zingiz so'rab bering-da. Hasan boy nomerini ayting. Nomeringizni aytib qo'ying. 97lik 97lik 557 557 7107 71 07. 07. Bo'ldi. Qiziq akalarimiz aloqa chiqaradi. Telegram, WhatsApplar bor nomerlarda. Bo'ldi. Savdo baraka tova. Charchamanglar, bozorlaringiz bersin. Xo'p akalar, davom etib yuramiz aka. Charchamayapsizmi? Sog'liqlar yaxshimi? Hech kim so'rayapsiz aka buni? 17 million kami bor, xudo xolasa. Bo'ylarni chiqib qoladi deysiz aka? Bo'ylari o'lchanmagan aka. Zot haqida ma'lumot kelganmizmi aka? Qirg'izistondan kelgan. Endi to'g'ri soatlardan zot ko'payib ketdi akalar. Qiziqarlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar, telefon raqamlarini so'rab bilib beraman. Shep, telefon raqamlarini aytib qo'yaylik. 50lik o'ti bilan. 706 16 33. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqa chiqib qilaverasizlar. Aka, savdoga baraka, bozorlarni bersin, charchamanglar. Ularni oldimi? Xo'p, qo'ldan kelganicha yana boshlab ketaveramiz. Aka, qaramang. Charchamayapsizmi? Hech kim so'rayapsiz buni aka? 14 million. Savdo bo'ldimi mana? Hech pul bo'ldi so'ramiz. 12 million. 12 million bo'ldi. Yosh qanaqa ekan buni? Hali 1 yosh bo'lmagan. Hali 1 yoshga to'lmagan. Kilo raqamlar qoldiraylik aka bunga. Kilo raqamlarda. 93lik yo'q bular. 424 424 63 64. Lekin jonivor toy. Azar nima bo'lib ketibdi bu? Muxtadan nima bo'lgan shekilli? Ha, aso. Aso. Savdo baraka, charchamang, bozorlaringiz aka. Beralosimi? Akalar, qoramanglar, charchamayapsizlar. Nech pul so'rayapmiz bulardan? 40 million so'rayapti aka. 40 million ikkalasiga. Bunisi bu toyda o'zi. Oyda o'zi 18 million. 18 million toyda o'zi akalar. Qiziqarlar bo'lsa aloqa chiqib o'rab qilaverasizlar. Zot qanday bu? Ina bolammi bu? Zot qanday aka? Qorabayir. Toyda bo'yinga chiqib qoladi. 150 xudo xolos akalar. Lekin toy go'zal aka. Ko'z tegmasin, mashallah. Telefon raqamlarini aytib qo'yinglar aka bularga. 90lik 560 19 33 bo'ldi aka. Savdo baraka. Telegram, WhatsApp bormi yo'qmi? Telegram bor. Telegramda bor akalar, aloqa chiqarasiz xudo xolasa. O'ylaki yaxshi to'y aka. Rahmat akalar, savdo baraka, charchamanglar, bozorlaringiz. Xo'p akalar, shu yerda biyalar ham chiqib qoldi. Biyalarda bitta telefon raqamini olib beraman. Biyalar o'ta ko'p ketdi bugunga. Mashallah, ko'z tegmasin. Aka, ormanglar, charchamayapsizmi? Biya sizdanmi aka? Hech puldan so'rayapmiz aka, bu yerda 3 ta bosh shekilliga. Ha, biya sera. Biya serob. O'zi bugun juda serob biyalar ketdi. Hammasi bolalar bor. Sizlardan emas. Hammasi.
Maşallah. Oğlanchi rossiyskiy porodalarga Yo'q, so'ldirmasin. Bu boshqa. Bo'ldi. Bular narxi necha puldan aka? Bitta ma'lumot berib qo'ying aka endi. Nima deysiz? 28 milliondan, evet. Hammasi. Hammasi. Bolalar qanaqa? Baytali ham bormi, erkagi ham? Ha, erkagi ham bor, urg'achisi ham. Urg'achisi ham bor, ha? Bo'ldi aka. Qani men beyolar shunday ko'rib beraylik. Yaxshi berlar ekan akalar lekin. 3 ta ekan bu yerda, uchalasi ham tuqqan aka. Bular bolalar urg'achimi, erkakmi aka? Nechtasi erkak? Ikkitasining mana shu ikki o'rtadagini. Aha. To'ylar o'zi hammasi bir xil ekan, aka. Necha kunlikda mol to'ylar aka? 2 oy bu mana ular 2 oy bo'lmagan. Aha, bo'ldi aka. Mana ular 3-4 oylik. Bular 3-4 oylikdan, ha? Nechta bosh aka bu yerda? Hozir 3 ta, bu yoqda 6, 7, 8 ta ekanda, ha? 8 ta. Mashalloh, ko'z tegmasin. Havas qildim aka. Bunisi qanday aka men bolasi? Baytalmi? Baytal. Baytal ekan-a. Bular narxi necha puldan? Hammasi 28 dan. 28 dan, ha? Telefon raqamlarini aytib qo'yaylik aka. 573 573 80 86. 80 86. Telegram bor, ha? Ha, bor. WhatsApp-chi? Yo'q, WhatsApp yo'q. WhatsApp yo'q, Telegramda o'zi. Bo'ldi aka, savdo baraka. Charchamang aka, ko'z tegmasin. Havas qildim. Mana Nima o'rtada desak? olib aka toylarni debdi. Bo'ldi aka, olamiz-da. Aka, shu yerdan o'tib olamiz, ha? Bu yerlarga ehtiyot bo'lmasa, bolasini qizg'anib to'yib netib olmasin deb. Jonivor, mashalloh. Ko'z tegmasin. Bir-biridan go'zal toylar ekan, go'zal biyalar ekan. Bular hammasi tuqqanda aka hozir, ha? Hammasi tug'ib bo'ldi. Hali qochib netgan yo'q bular Yo'q, aka. qochmagan. Qochmagan, ha? Xudo xolasa kimda kim olaman desa aka, olib, ha? Olinay, so'qimga boqaman deydi. Bo'ldi. Savdo baraka aka, charchamang, bozorlarga. Kimdan ekan bu yerlar? Tog'a sizdan berilar. Bular kimdan ekan? Nech puldan so'rayapsiz narxini? Bo'ldi aka, kelaman hozir. 25 milliondan 4 tami bayda? 5 ta yo'q, nariga uyga e'tibor bermay qoppa. Bo'ldi. 25 milliondan kami bor. Telefon raqamlarini aytib qo'yaylik bularga. Bo'g'ozmasa hech qaysi bularda. Nima deysiz tog'a? Bo'ldi. Telefon raqamlarini aytib qo'yaylik. 93lik kodi mana. 938 93 47. Savdo baraka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'p akalar, davom etkizib ketaveramiz. Bu yerda ham to'ylar bor ekan. Akalar hormanglar. Kimdan ekan to'ylar? Sizlardanmi aka? Bir ma'lumot berib qo'yamizmi? Reklamaga. Qayerdan keldi aka bular? Qozog'istondan keldi. Qozog'istonda to'ylari. Necha yoshdan bular aka? Yoshi to'lganmi, o'tganmi? To'lyapti endi. Bo'lgani bir yashada. Bundan kattalari yo'q-a? Necha puldan so'ralyapti bular aka? Har xilmi yo o'shisiga ham shunday qo'yib o'siyu ko'plar. 11 milliondan 12 milliongacha aytilyapti. Bo'ldi. Telefon raqamini aytib qo'yinglar aka bularga. 94 551 50 50 ga qiziq akalar aloqa chiqaradi. Aka xudo xolisa aloqa chiqsa Telegramdan yo WhatsAppdan o'zbek modlar aka. Alohida qilib ko'rsatib beraverasiz xotirjam holatda. Endi bu yerda hozir bularni haydasa, ha, ketib qolib bozorda sizlar ovora qilib bering. Savdo baraka, charchamang aka, bozorlarga bersin. Xo'p akalar, davom etkizib ketaveramiz. Shu yerda bitta akam biyam bor dedim, otim bor dedim, tortib ber dedi, shuni tortib ketamiz akalar. Ha, mana shu biyalarda aytdi, adashmasam. Mashalloh, ko'z tegmas. Akalar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on Shahidot bozoridamiz. Manzil. Bo'ldi, akam nechi bosh bu yerda? 12 ta. Bitta qo'lingizda olib qo'ying birinchi. Mazangiz yaxshimi? Siz ukam qalaysiz? Shunisini, nechi pul bu? 35 million kami bor. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Necha yosh bo'ladi shunda aka? 6 yosh bo'ladimi? 5 yosh? Bo'ldi aka. Nima bo'lmagan aka? Kina? Qandan keyin qo'yib netmadingiz agarga? Yo'q. Bo'ldi. Nima bo'lmadimi hali? Tayyor bo'lmadimi? Nima? Qo'yishga? Yo'q, bo'lgan. Ha, bo'lgan qo'yish kerak, a? Bo'ldi. Endi xudo xolasa qo'yilsa bo'ldi. Kimda bir yaxshi ayg'iri bo'ladigan bo'lsa akalar, ko'rasizlar xudo xolasa olib. Telefon raqamini aytib qo'yinglar aka bunga.
93 052 37 73. 93 052 37 73 qiziq akalar aloqa chiqaradi. Bularchi aka? Bular ham bizda mashinlar hammasi. Hamma sizlardan, ha? Bular narxi necha puldan aka menda? Har xil 30 million, 28 million, 27 million qashqacha kemi bor. Mana bular ham bizda mana bular. Ha, bular ham. Bularda tortdim hozir. Bular ham shunaqa narx. O'staymasin, lekin yaxshi biyalar kelibdi bugun serob. Bolalari qanday bularni? Erkak. O'mi bolasi so'ramapman aka, birinchi erkak erkak. bolasi. Chakarli bolasi erkak ekan. Bulardagi qiziqlar bo'lsa, aloqa chiqishadi, xudo xolasa. Endi imkon qadar nima qilishadi? Screenshot qilib yo Telegramdan yo WhatsAppdan tashlab beradi aka. Tashlab bersa, o'zingiz to'liq ma'lumotlarni berib aka, xudo xolasa. Bo'ldi. Telefon raqamlarini aytdik. Qiziq aka. 37 o'sha nomer 37 73. Qiziq akalarimiz bo'lsa, aloqa chiqarasiz, xudo xolasa akalar. Bizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom etaveringlar. Biyalar bugungi o'ta zerab ketdi. Xo'p akalar, davom etkizib ketaveramiz kelgan jihatimizda. Ozgina videoda uzilishlar bo'lib turadi. Aka ormay, bu alohida bulardan, ha? Necha pul so'rayapsiz buni, shep? Assalomu alaykum. Bunisi sallashmi? 28 million. Bolasi qanday aka buni? Birinchi bolasi. Urg'ochi, birinchi bolasi. Necha yashar bo'ladi? 4 yashar bo'ladimi? 5 yashar bo'ladimi? Yaxshi biyan og'zi bor deydi-ku, og'zi ham bor deydi. Ozig'i chiqqan bunda. Mashalloh. Yerlarda o'zi oziq bo'lmaydi-da, shundaymi aka? Yaxshi biyan bor. Ya, yaxshi biya ekan, xudo xolasa. Endi to'g'risi biyalarja, to'g'risini aytgan yaxshi akalar. Zo'r shumor o'rmayman. O'zlarini ko'rib bahoni beraverasizlar akalar. 28 million kam bor deyapti. Bolasi necha oylik bo'ldi aka? Bolasi 2 oylik. Bolasi 2 oylik bo'ldi aka. O'yini chiqib qoladi buyamiz aka. Savdosi 23 yarim. 23 yarim. Sizga yursa beriladimi aka? Telefon raqamini aytib qo'ying shunda. 93lik yo'l. 403 403 17 97. 17 97. Qiziq akalar aloqa chiqaradi aka. Bo'ldi. Akalar qiziqlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Qaysi? Bo'ldi, uni ham chiqaramiz. Necha yosh aka u? 6-yoshga bo'yini chiqib qoladi. Qo'ylari 170. Ulg'a qanday? Yurgan, o'tgan, sot ko'rilgan. O'y, boqib sot ko'rishadi. Ayg'irda yurdi-da. Aha, yurdi beylar. Yaqinda Bo'ldi. Narxi necha pul dedik? 40 million ozgina kami bor. Hozir telefon raqamlariga aloqa chiqaradi. 403 17 97 deydi. Bo'ldi. Qiziq akalar bo'lsa aloqa chiqinglar. Luqatlarida muammo yo'q, ha? Bo'ldi aka. Xo'p akalar, davom etkizib ketaveramiz. Bugungi biyalar o'ta serob, ko'z tegmasinchi, mashalloh. Biya kimdan aka? Biyalar kimdan aka? Aka bilmadingizmi? Shela bor. Shep biyalar sizlardan emasmi? Shela bor. Xo'p, ketaveramiz akalar, lekin biyalarni topaman. Ketdik. Katta otlarga o'tiramiz, qo'ldan kelganicha egalar ruxsat berganlarni tortdilar akalar. Ruxsat berilmasa tortilmaydi. Jahongir polvonni olib akalar yo'q, xudo xolasa. Jahongir polvon hormay. Ana bo'lmasa. Men kelib tushmam ketdi. Nima gaplar? Xo'p akalar, videoda ozgina uzilish bo'lib qoldi. Aka-chi yurgizib qo'yingchi bu yoqqa. Yosh nechida ekan buni? 10 yashar. Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Qancha necha pul so'rayapsiz Namjon aka buni? 30 million deyapti. 30 million kami bor, xudo xolasa. Bo'ylari chiqib qoladi? 55 kilosa, xudo xolasa. Xo'p, kanalimiz kuzatuvchilar bitta narsani aytib o'tib ketay shu yerda. Biz bozorda 05 kadrda olamiz. 05 kadrda olingan videolar ozgina ingichkaroq ko'rsatyapti. Kelib ko'zlaring bilan ko'rsalaring bir boshqacharoq bo'laveradi akalar. Uloqlari yaxshi, xudo xolasa. Namjon aka. Telefon raqamlarini aytib beraylik. Aka berib qo'yingizlar. 77lik, aha. 999 9602 bo'ldi. Qiziq akalar aloqa chiqishadi xolos. Telegram, WhatsAppimiz bor. Bo'ldi. Savdo baraka, charchamang. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. O, ehtiyot bo'linglar akalar. Bugunga bozorda otlar o'ta ko'p. Qo'ldan kelganicha borishni yoritib beramiz. Xo'p akalar, bitta tuyamiz ham bor ekan. Qo'ldan kelganicha ma'lumot beramiz. Men to'g'risi tuyaga umuman tushunmayman desam ham bo'laveradi. Buni yoshi qandaqa, yoshi haqida ham ma'lumotlar bo'ladimi buni aka? Buni yoshi bilmayman, ammo tuqqan, bu ham kelgandi. Aha. Tuqqan dedingizmi buni? 3-chi qornida bolasi. Ha, qornida bolasi ham bor. Ha. Aka o'tib olinglar. To'g'risi
7 oylikda bo'g'on aka. 7 oylik bu olsa. Narxi necha pul buni? 40 million deyapmiz. 40 million. Ha, kami bor. Boshqacha qarayapti. Bu yuvosha. Turib yuboradi. Turib yuborar ekan. Ha. Yuvoshmi bu hozir? Ishlab netmaydimi odamni? Yetalab olib kelib bo'ladi. Ha. Yuraveradi. Alloh akam. Narxini aytdik-a buni? 40 million aka. Narxi 40 million. Telefon raqamlari-chi? 99 99 040 040 25 88. 25 88 a? Bo'ldi. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqachi ko'rasizlar akalar. To'g'risi ma'lumotlarni zo'r so'ra olmadim ham. To'g'ri tushunmayman, to'g'risini aytgan yaxshi. O'zlari qo'ldan kelganicha ma'lumotlarni so'rab olaverasizlar. Shunga akalarimiz aloqachi ko'ringlar. Xo'p akalar, boshlayveramiz. Katta otlarni xudo xolasa. Uka, kimdan ekan bu? Ardon akalar akami? Bo'ldi. Telefon raqamlarini bilasiz? Bilmaysizmi? Bo'ldi. Buni ham ma'lumotini olamiz xudo xolasa. Uka, bu kimdan? Polvon. Kimdan ekan bu? Sizlardan-a? Necha yosh bu? 5 yoshar. Bo'ylari necha qoladi? 65. Narxi necha pul bo'lyapti? Qancha? 3,5 ming. Kami bor xudo xolasa. Bo'ldi. Telefon raqamini aytamizmi? Bular ham sizlardanmi aka? Bu ham bitta, bu ham. Buni yoshi nechida? 10 yoshar. Zot qanday qabul aka? Qorabayir, ha? Hozircha, mashalloh. Uloqlari garantiya, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Telefon raqamini aytib qo'yinglar aka bunga. O'ta tez bo'lgan. 93lik. 216 84 akalar. Qiziq akalar aloqachi qo'ng'iroq qilasizlar. Bu ham sizdan, ha? Bu nechida aka buni yoshi? Kim buni yoshi nechida edi? Aka? Yoshi nechida buni? 6 yoshar. Bu ham qorabayirmi aka? Narxi necha pul buni? Deb. Narxi 35 million. Kam bor, xudo xolasa. Quloqlari ham bor. Bo'ldi. 84 ga aloqa chiqishaveradimi? Akalar 84 ga aloqa chiqaverasizlar. Bu toyimiz ham, bunisi ham shu nomerlarda aloqa chiqib qo'ng'iroq qilaveringlar akalar. Jonivor, mashalloh. Mashalloh, qo'q kimdan ekan? Nomerga topshirib. Bozorda endi ozgina ishlatilmasa, tushar olish kerak. Ortib beraymi aka? Yuvosh aka? Ey Alloh, ko'mayta, to'g'ri o'tolay. Aka bormang. Sizsiz sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. So'may olgan, otda tutsa. Yana. Ol, qo'rqitma meni. Aka yoshi nechida buni? 8 yosh. Bo'ylari necha qoladi? 160 aka. 160. Narxi-chi aka? Narxi necha pul? Narxi 40 million. Narxi 40 million. Uloqlari-chi buni? Uloq garantiya. Qoloqlar olingan. Aha, bo'ldi aka. Telefon raqamlarini aytib qo'yaylik-chi bunga. Telefon raqam 93lik ko'di buni. Aytavering. 600 necha? Bu jangchilar juda ko'p ekan. Ayt. Ukam yuruvchi 643 93lik ko'di buni. 52 23. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqachi ko'ringlar, xudo xolasa. Yotlar juda ko'p bugun. Shuning uchun ozgina ehtiyot olay bo'lmasa qiyin bo'lyapti. Aka ormang? 20 deb. Yaxshimi? Aka? Yaxshimi? Rahmat. Sog'lig'i yaxshimi aka? Necha yosh ekan aka bu? 5 yosh. 5 yoshar. Bo'ylari necha qoladi? 60 ga qadar qoladi. Zoti qanday aka buni? Qorabayir aka. Uloqlari qanday ekan aka? Buni endi sop ko'rilganmi? Endi hali yosh ekan, shunga nima deysiz? Mehmon bo'ldi aka. Bozorda turgan uloqni maqtashadi. Bo'ldi. Telefon raqamlarini aytaylik. 94 lik yo'li bor. 021 50 00 021 50 00. Qiziq akalar bo'lsa aloqachi qo'ng'iroq qilaverasizlar, xudo xolasa. O'rmonlar ham yo'q, yaxshi ekan, joyida ekan, ko'z tegmas. Xo'p akalar, haliganda shu otni oxirgi nomerini yaxshi eslamay qolyapman. Nechida aka aytvoring? 643. 93 ko'di bilan 643 52 20 ekan. 23 deb yuborgan bo'lsam akalar 20 qilib teraverasizlar akalar. Shu otlarning ma'lumotini so'ra olmayman. Akalar ot kimdan aka? Sizlardanmi?
Maşallah göstermesin. Boyu neçe falan aka buna? 175 kilo. 175 kilosa 75. 75 ga olishar. Yosh nechida? 6 yaşa. 6 yashar. Uloqlari qanday ekan aka? Ular ko'rilmagan. Uloq ko'rilmagan. Narxi-chi? Narxini ko'rmaydi. Narxi 4000 dollar kami bor, xudo xolasa aka. Kilo raqamini aytib qo'yaylik-chi. 97 lik 234 Hech necha? 22 mi? Aha, bo'ldi aka. Qiziq akalar bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa bugun chiqarish Namangan To'raqo'rg'on Shahidobod bozoridan bo'ladi. Telegram, WhatsApplar bor-a? Telegram yo'q, WhatsApp bor. Telegramda WhatsApp. Ha, Telegram bor, WhatsApp yo'q ekan. Qiziq akalar bo'lsa aloqa chiqaringlar akalar. Xo'p akalar, xudo xolasa qo'ldan kelganicha video syomkalar qildik. 1-2 to'tlab qoldi. Egalar, ruxsat beringlar, tor. Videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, o'zi so'raymiz. Husanboy polvon ham shu yerda mana. Husanboy polvon kimniki? Bratchikam. Kimniki? Xo'pti. Sen o'zingni bitta syomka qilib qo'ydim-da. Bo'laradimikan? Savdo baraka. Akalar qo'ldan kelganicha tortdik. Kelasi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.